Toshmoq. Mana Mirzohid aka, mana shu tosh necha kilo? Hozir sizlar ham topishga harakat qilinglar. Sinab ko'ramiz. Biri 3 bo'lsa kerak taxminan. Biri 1 ekan. 1 kiloyi 100. Mana bu. Qarang, juda ham zo'r. 3 kilo. 3 kilo. Qanchagacha to'g'ri topasiz? 3,5 kilo. Deyarli to'g'ri. Mana bu tosh necha kilo? 500 kilo. 450 kilo. Salkam topdim. Lekin hali ko'rmaganlar, to'g'risini aytaman, birinchi marta bu toshni kilosini aytasiz. Qarang, ko'rsating, obzor. Necha kilo? 800 kilo. 1 tonna 350. Dalish ketyapmiz. Mana bu tosh necha kilo deb o'ylaysiz? Ko'ringlar sizlar, necha kilo? Siz 2 tonna. 2 tonna, men bir aytaman, 2 tonna 700. 2 tonna 150 ekan, gap yo'q. Lashamiz. Kattalashamiz ana bu tosh. Bu 2 tonna chiqsa 4,5 tonna deyman mana shuni. Sizchi? 3 tonna. Oching. 3 tonna 850. Va oxirgi toshimiz. Bu Kommentariyaga yozinglar nechiligini biza ko'rsatamiz hozir videoda. Mana hammasidan katta. da ko'rsatamiz. No, kommentariyada biza yozib qoldiramiz opsiyaniyada. O'zimiz qarab olamiz. O'zimiz qarab olamiz, to'xtang. Bo'ldi. Aga, men o'ylamagandim. Men 4 tonna deb o'yladim. Ko'rganingizdek, Siz nechi deb o'yladingiz? 5 tonnalar deb o'ylagandim. Kommentariyada yozinglar necha kilo mana shu. Biza Kutamiz. Weihnacht Glühweinni yegani ketdik. Kelinglar endi biz. Atmosfera просто шикарный.